Assalomu alaykum do'stlar. Mana bizlar akam bilan keldi shahar Oqchaya. Bizlar ham uzoq safar yetmoq uchun bordik motosikl furushi Mujibilla Palavonga. Ular ham bizlarga peshnod etdilar motosikl Jeep. Hatman sizlar ham boru xarid etinglar va baraman bo'linglar. Oradan chiqib she'rxonaga bordik. She'rxonada ham o'ltirdik akam bilan she'rx yedik. Sarab ro'yinaga qarata bir film ardonlik etdik. Diga inam o'zizni ko'rkazdik, diga inam mukammal shaharlardan chakar urdik do'stlar. Keldik buradan dug' ichmoqqa. Dug'i Oqchani ko'rdikki, bexi mazzador ekan do'stlar. Bexi mazzador ekan. Betarin dug'i bor ekan Oqchani. Hatman sizlar ham bir kelinglar. Dug'i Oqchadan uringlar do'stlar. Sonra buradan ketdik. Xasta bo'ldik, burada kelib o'ltirdim, bir ozroq film ardonlik etdim. Buradan chiqib mototsiklli ketdik do'stlar, taraf ham qo'y. Bay bay do'stlar, xudofiz. Shirin shirin so'zlaring jon